Tezlik bir qarashda zavq, bir lahzada esa halokat. Yil sayin ekstremal harakat, ayniqsa mototransport vositalariga qiziqish ortmoqda. Ammo bu qiziqishning narxi ba'zan inson hayoti bo'layotgan, afsuski, hali ham yo'llarda uchramoqda. Kuni kecha Chorbog' Toshkent yo'lida sodir bo'lgan fojia ham shuning yorqin isboti. Katta tezlik, bir lahzalik xato va qayta tiklab bo'lmaydigan oqibat. Muxbirimiz hodisa tafsilotlari, sabablar va mutaxassislar ogohlik chaqiriqlari haqida batafsil ma'lumot tayyorladi. Keling, lavhaga e'tibor qilamiz. Joriy yilning 23-noyabr kuni Chorvoq yo'lida katta tezlikda harakatlanib kelayotgan mototsikl haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi to'siqlardan biriga urilib ketadi. Natijada ushbu shaxs bir necha qismlarga bo'linib ketdi. Aniqrog'i 1982-yilda tug'ilgan Toshkent shahrida yashovchi fuqaro o'zining Honda rusumli mototsiklida Chorbog' Toshkent yo'nalishida shunchaki tez emas, dublyorlar havas qilgudek suratda harakatlanib kelar ekan, bir lahzalik xatoligiga yo'lning o'ng tomonida o'rnatilgan temir to'siq darrov javob berdi. To'siq o'z nomiga to'liq mos ravishda hech qanday hissiyot, hech qanday sababim bor degan iltimosni qabul qilmaydi. Zarb qattiq, oqibat esa og'ir bo'ldi. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida haydovchi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Hozirda holat yuzasidan Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu o'rinda hurmatli haydovchilar, avtomobil yo'llarida harakatlanayotgan vaqtingizda amaldagi yo'l harakatlariga va tezlik me'yorlariga qat'iy amal qilishlaringizni yana bir bor so'rab qolamiz. Men tez haydaganim bilan yo'llarda ehtiyot bo'laman degan so'z eng ko'p aldaydigan jumla hisoblanadi. Unutmang, qoidalar sizni cheklash uchun emas, uyingizga sog'-omon qaytishingiz uchun yaratilgan. Toshkent viloyati hududida o'tgan 10 oy mobaynida 18 ta mototransport vositalari bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ulardan 13 tasi og'ir tan jarohat orqali shifoxonaga yotqizilgan. 5 nafari esa voqea joyida vafot etgan. Tezlik hayotning zavqi emas, qisqarishi. Mototsikl kuch emas, mas'uliyatdir. Shunday ekan, o'zingizni tezlik shaydosi emas, balki qoidalarga amal qiluvchi inson sifatida boshqaring.